Assalomu alaykum podpischiklarim, yaxshimisizlar? Mana bugun siz bilan biz Coltni max roven qilishga harakat qilamiz. Hali ketdik. Xo'sh, men biroz o'ynadim, chunki 3 qismda qilmoqchiman max roven. Hozir biroz qolgan max roven qilishga. Hozir buni sizlar bilan qilamiz. Like'larni bosinglar. Kommentariyaga keyin qaysi o'yinchini qilishimni yozib qoldiring. Mortis bilan Kit. Qani ketdik. Mortis bilan Kit. Kit yaxshi, endi Mortisni bilmayman. Edgar hamma bankalarni olyapti. Kitdan oldi. O'lib ketdi. Shunday qilamiz, shunday hammasini olamiz. Qoch endi, qoch. Qoch, ulardan hozir 9 bo'ldik. U yoqdan hamma bankalarni olib chiqdi. Ozgina jon bilan. Kit o'lib ketdi boya. Shuning uchun hozir 0. Xuddi Rico. Buni urish kerak. Joni ko'pmi? Edgar sakraydi. Voy Mortis o'lib ketdi. Xuddi Daryl. Edgar sakrashi mumkin. Bizga men 18 man. Rico. Xuddi Frank. Sheriklarim o'lib ketibdi. Bilmayman nimaga. O'lib ketgan. Daryl giperzaryadini o'qib keldi. Ikkinchi o'rinda vatlar bilan va nihoyat Colt max roven qildik. Ketdik, yana biroz o'ynaylik, kubok ko'taramiz. Minna. Kommentariyaga albatta endi qaysi o'yinchini max roven qilay yozib qoldiring. Hammaning fikrini o'qiyman. Edgar o'lib ketaman. Yo'q, Edgar. O'ynolmas ekan Edgar. Bu yoqda hech kim yo'qmi? Yo'q ekan. Bu sherigim o'lib ketgan ekan bittasi. Kim edi u? Bittasi Stu, bittasi Mortis ekan. Kit bilan Edgar oldi. Mendi hozir tegardi-ku anosi, o'lib ketardi. Bu komandaga hujum qilyapmiz. Oxiri yaxshi bo'ladimi, yo'qmi? Sherga chiqdi bu ekan sherga. Qochamiz jon shirinda. Qochamiz. Minalari bormadi bu yoqqa. Minalarini yo'q qilish kerak. 8 bu yoqdan hujum qilyapti. 4-ring kerak emas bizga. Ketdik u taraflarga. Ketamiz. Mortisni giperzaryadi turgan ekan. 5 bo'ldik. Men bilan Stu 5 bo'ldi. Yaxshi. Bitta komandadosh qani? Ana shuni yo'q ana shuni. Bitta komanda kamayadi. Yaxshi, ikkinchi o'rin. Menda 11. Voy, o'lib ketdim. Yaxshi, mendini. Mortis. Yaxshi. Kim u? Bayron ekan. Bayron. To'ystu. Voy, ozgina qoldi. Hech qisi yo'q. Ikkinchi o'rin. Bitta yashik to'ldi. Ikkinchi yashikka ketyapmiz. Ketdik. Men o'zim max rovenga maxni qilmoqchiman.
ismi Mosta, Max Rowan Max. Da o'zini o'yinchining ismi Max. O'shani Max Rowan qilmoqchiman. Qani, shuna qilaymi yo yo'qmi? Agar u bo'lmasa boshqa o'yinchini yozinglar. Keyin men Brokni ham qilmoqchiman. Brokni. Uxti, 9 bo'ldik. Kuchaydik, akan kuchaydi deydi. Xo'sh, buni olamiz. Piper. Sherga chiqdi. Mortis. Tutunlarni yop. Yaxshi, bitta komandani yopdik. 13 bo'ldik. Kuchaydik. Yaxshi. Dinamay, gadjet bilan qotirmoqchi edi. Qochib qoldim. Keyin nima qilyapsan? Yaxshi, ikkita komanda qoldi. Birinchirini olsak. Ketdik. Yaxshi, birinchirin. 1024 ketdik. Stul. Brok chiqib ketdi. Stul rozi bo'ldi, yana o'ynayman dedi. Xo'sh, 12ta o'yinchi bo'lish kerak. Hali 3ta. Birdan 12ta bo'lib ketdi. Hammaning ismi So'roqcha qilgan. Faqat bizning ismimiz bor. Meniki, keyin ikkita sherigimniki. Acha, urakan dedi. Hamdolamiz. Lili yomon Lili. Layli. Yaxshi, Kit Edgarni yopdi. Bularni o'ldirish kerak. Gadjet bilan yopdi. Gadjet. Uxti, o'laman hozir. 7 bo'ldilar. Endi birinchi va ikkinchi o'rinni olish shansi ozgina. Hammasi bizga kelyapti. Mister Pijonga tegdi. Kimdir kelyapti mana bunda. Edgar ke. Qo'rqmayman sendan. Ke. Oldinlari Edgar sakrashdan qo'rqardi. U sakraydi, o'ldiradi deb. Hozirlari o'ldira olmayapti. Edgar ekan. Colt ekan bu. Ke, Colt. Tamam, ozgina qoldi. Qochish kerak. Qoch. Men qochaman. Sherigimni o'ldirdi. Jonni qara, 221 HP. Yaxshi Mendi. Hech kimga tegmadi Mendi. Mendi bilan men 7 bo'ldi. El Primo. Yaxshi El Primoni o'ldirdik. O'laman hozir. O'ldim. Chida endi. Ikkita komanda. Yaxshi ikkinchi o'rinni oldik. Ketdik. Ikkita sherigim chiqib ketdi. Men ham chiqaman. Xo'sh, mana Coltni maqtrovan qildik. 1041 qildik. Mana bu yerda nagradani ham olamiz. Mana bu legendarniga boramiz. Keyingi videoga mana questlar bor, o'zgina shularni qilamiz. Shu yergacha ko'rganlarga hammaga rahmat. Like va obuna bo'lib qolinglar. Kommentariyaga yozish esdan chiqmasin. Hammaga xayr.